میتونه حالی یاد از بگم پیساسم من میلیونه که بی پیسالمم شو بالا نگرده آتش بارده بوده قمست Allah'ım kullarında Allah'ım sana birsin boram Zeki uçtegellerini söyledi Allah sana birsin Varsa beni bundan ha uyulmaz Halatini ko'ramidi? Hammaysi o'ydi go'shtlar bor, joylashtiramiz. Pullaringiz ko'paysin hamisha, yo'llaringiz beqadar bo'lsin. Madaniyat qilgan masalalar, bola chaqalar huzurini ko'ring. Bunaqa yoshlarning ko'pini ko'ring. Olsun ilohim, ulg'ayan ulug' tunda bola chaqalarni rohatini ko'ringlar, nima niyat qilgan bo'lsa da ehsoninglar qabul qilsin ilohim. Alloh qo'llab quvvatlasin. Yüzleri ko'rmay qolgan, kelgan bilan maqtab qaramsin. Men o'zim qiyin yo'llarga o'qiyman, qanday odamlarga o'qimasham bo'lmaydi. Onlarimga qarshi Mehmonga keldik. Yaxshisi keling Mehmon qabul qilasizmi? qabul qilaman o'g'lim qabul qilaman keling o'tiring biroz shamollab qolman Yig'lash uchun kelmadik, sizni Yo'q. xursand qilish uchun keldik. bilaman bizni dunyomiz ikki toifadan iboratda ham xursandchilik ham xafachilik ko'z yoshlar xursandchilikdan ham foydadan xafachilikdan ham bo'ladi Allohga shukur deb bergan ekanmiz hech o'ylamay oldim sizlarni doim Sabit top keldik. Allah razı bo'lsin. Hocam bitta duo qilib qo'ysizmi? Yo'q edi o'zi.